3000, 2000, eng kami $2000 pul jo'natasizda. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, o'tgan yili noldan boshlab Viza Centergacha bo'lgan hamma hujjatlarni tayyorlab bergan mijozimiz rizqlari qo'shilib, Alloh taolo yuzlarini yorug' qilib, Angliyaga, Londonga borishganida mana Allohga shukr, vizalar tugab qaytib kelishdi. Akam, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum hammaga. Mana Xudo xolasa mana shu yerda video qiluvdik. Ketayotganimizda ham viza chiqdi, suyunib, Angliyani ko'rdik. Mana hali o'ylardim, niyat qilardim, endi u darajada tez bo'lib ketadi o'ylamasdim, to'g'risi. Zo'r ekan, misol yoshlar ayniqsa boradigan joy ekan, to'g'risi. Endi yoshingiz o'tib pulni oson topish yo'lini nima qilgansiz, yoshingiz o'tib qolar ekanda. 6 oy qana o'tib ketdi, to'g'risi. Borish kerak. Biz to'g'risi ham stroykada og'ir ishlarda ishlardik. Uni pul topgan emasmiz, to'g'risi. 3000, 2000, eng kami $2000 pul jo'natasizda. Hali endi nima joydan, o'rtacha joydan. Xudo xolasa повторный vizalaringizni ham qilib berishimiz bizni sababchi qilib qo'ysin Alloh taolo. Повторный vizalaringizni olib ketayotganingizni ham, vizalarni olib, keyin ketayotganlaringizni aeroportda ham turib Xudo xolasa chiroyli videolar qilish nasib qilsin. Haqiqatdan ham o'zingiz qalbingiz maza qildimi aka, borib kelgan odamsiz. Nima tavsiya qilasiz aka mana? Shu borish kerak, dokument qilish kerak, borish ko'z bilan ko'rish kerak. Boshqa dunyo umuman, to'g'risi. Mana bolaga kelinglar, to'g'risi. Men ham to'g'riga Instagramda ko'rib kelganman. Hozir jiyanlar olib keldim mana. Har bir oilasiga baxt olib kirayotganimizga biz bir qanaqadir foydamiz tegib qolayotganiga biz xursandmiz inshaalloh. Shu bitta Easy Visa jamoasi, bitta Easy Visa oilasi bo'lib qoldi aka. Har bir mijozim bitta oila bo'lib qoladi. Men buni aka, akamiz samimiy inson, haddi shu hurmat qilaman inshaalloh. Kimga Angliya vizalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, foydamiz tegsa xursandmiz. Easy Visa best of the best. Hammaga rahmat.